Assalomu alaykum dehqon bobolar, hurmatli O'zbekiston aholisi. Mana bugun 17-aprel, Xudo xohlasa bodringlarimiz sekin-sekin yetilmoqda. Xo'sh, video qilishimdan maqsad kommentariyaga kishi yozib qoldirgan bodringni ipga tortgandan keyin bo'ladigan ishlari. Mana biz ipga tortganmizda, ipga tortgandan keyin mana bu yerga naychalar bor. Eng birinchi naychasi buni uzib tashlaymiz. Buni uzib olib tashlaymiz. Bular kerak emas. Bular olinadi. Bu naychalar. Keyin mana buni chiqarilgan bakchalar. Yondan nat chiqaradi. Обязательно mana bunaqa natni olishimiz kerak. Xo'sh, mana bunaqa qilishlar. Bodringni sok olishiga bular mushayd qiladi. Xalaq qiladi. O'xshaydi. Zo'r. Mana shu holatda bodringimiz ikki tortiladi. Nasib bo'lsa bodringimiz mana yaxshi. Xudo xohlasa nasib bir haftalardan keyin terishni boshlaymiz. Meva sop qoldi bodringlarimiz. Kommentariyaga fikrlaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.